Tata. Tata. Men tatimiz degan chaqda hamda biz yurgani necha kun bo'ldi shunda ama Biz yurgani 3-4 kun bo'lib qoldi. Mushu arliqda Nurg'a odam bilan biz bilan yurganda yurib baqdan. To'g'rida? Bas. Qani shu alqa safardoshlarım. Hammasiga ish ko'nglimni berding. Anangdan keyin ashlarni hamda o'zingning qarindishlar ko'rding, to'g'rida? Bas. Hamda munosabatga yolg'onchilik aralashtirmadi. Pokiz mang'iladi. Bas. Lekin keyinga qarab baqsang, sen shu mehr bergan, ko'ngil bergan, hamda go'yachaqda o'zimizdan qarindishidan urug' tuqqundimmi, bakrak daraja ishinib, ularga alqa Yurak bergan. berdik, shundaqmi? Bas, haqiqatan. Keyinga qarab baqa hozir bir do'y axlatdan bilak nima bor. Bas. Jeng gap mana. Shu vaqtingizda nim bo'lding adash? Birisi bir sende men manda mashina qancha pul bo'ladi deb bir so'rab baqmagan ag'inlarimiz, "Voy adash, fey!" Shunda adashni deydi ekan bizga-chi. Ayağını zopun tatip bersang, mani zopun tatip bersang, turib elib deydi ekanda, hayatida bizning bir atal mashinaniki, "Man necha yilning mashinasi, man necha pul bo'ladi deb so'rab baqmaydiganlar, og'ina deb cho'ng tushdi ekan u og'indan. Mana biz sening hayotingda aloqa yarim yo'lda ushqab qolgan bir safardoshlar qoldik. Ras burundan yaqin og'in ulab mangan bilan mandaliqi ko'p sirdashib, ko'p mundishib, ma ishkirlarda, musofirchiliklarda jiq munda mundishib, mangmidoq. Başka dostlarımız bilen şunda günde 3 vaqt yurgan dostlarımızdan chiqib birisidan bir mashinning ahvolini so'rab baqmay, menden zopon ta ma'qul deb tatib bersak, apingni cho'gitiga qo'ymichi u bu desa, "Ey bir narsani qo'yib ketdimi? Onun xotin balalar batusa, nimani olib chiqib ketdi" deb to'tig'iz gapni qilolmaydigan ag'inlarimiz adi zopon tatman, zopon tatish qarz emas. Qo'lliga odamlarga yurkimni berish mening qarzim bor. Sen ben şoförlük mektebindeki öpçöğremdeki yıkılarımdan hemisininki yıkılları başka yerden prav aldı. Aynen. Mesela intamda ötemigen çağda, kıynalgan çağda, ya ki ilgisi olgan çağda bana telefon kıldı. Elik bana sebep %99% adamın okşaşıma bu bana sebep diyenin ki ayağım başta tizimlik koyutken, burun tizimlik koyutken, hani biz görenmeydik anday. Kiloda karsak bir eşkayını aldı tizimlikten. Hem de ben hıcıl olmasın deyip yakımayım ben. Nim için? Bir adamni hijolat qilmoqdan ortiqlik bir beyoramchilik yo'q. Birisini oldiga boshiga berish, hijolatchilik bilan berish bu bir o'g'aval uchun bek azobli bir ish. Men haqiqatan to'qmushdi Nurg'a odamning oldiga berib baqqan mushincholar holat kelish uchun men Nurg'a odamning oldida alaqi xalqningki bolasi bo'ldim, inisi bo'ldim, hattoki ba'zanlar tulkidek obraz o'yinimgina degandim ba. Hamda aylanib keldik, yeshimizni o'zimiz surtib o'tdik buningda. Men sen bilan aralashdim. Mayli sen menga alaqi nafamsanmi mayli, alaqi boshqa hech qanday nim bermsan, faqat menga azar bermsanglar. Meni aldimsanglar, meni putlimsanglar, mening kenimdan gapimsang bo'ldi. Burun hamda şu apam dadam rahmetlik deydigan, unda do'stim jiq tutma balam birsini qilmaydi desam, men yuragimni berib tutdim-chi. O do'stlarimiz qanday ketsa, "Shili vanxon olab ketdinglar, yo'g'inab ket." Ey, men bir o bir vanxon olab ketdim deb bulug'i bir mında mangmisam, ko'gayadi egilib salam va adash, ishing yaxshi bo'lsin. Adash, men qilish kerak ish bormi deb mangsammi, ag'inlarimiz qanday o'ylaydi ekan desa, "Voy bu mushunda menib ketamdigan. Bu dumchisi bo'ladi. Bu degan banda mangmasi bo'ladi. Bu zodi yalang'ida qasi bo'ladi. Kiydigan oyiq qanmasi bo'ladi" deb uyda bearam uxlaydigan ne ag'inlarimiz chiqib qoldi ekan emasmi? Amishiraqma ag'inam bilanmi biz Urumchida kunda mongdish bo'lamagan bo'lsaqmi, misha kelgandan qurbayet billi bo'ldik. O'n qisma zo'lima ag'inimiz jon shoq qiladi ekan, o'zimni nayt kamtar, naytliqi video. Bu ikkilisi bir-birisiga mijoz tan kagachki billi menib ketdi dedim. Menmi qaytilib bular bilan mana hozir Guangdong o'lkasi ketib boramiz. Bizningki tushunib baqmagan, bizni paranglashib baqmagan, fikrlashib baqmaganlar uni bunda bezib qo'ydi ekansizlar. To'g'ri, hamda ba'zilaringizga qapqimiz bunda kelgan bilan biz hammani ko'rib baqqan. Hurmatli odamlar teximbek izzatlaşını bilmez, izzatli odamni hurmatlashni bilmez. Biz hech kimningki yo'lini putlaydigan, har kimning ishi yaxshi bo'lsin deb mangamiz. Rahmanningki ishi yaxshi bo'lib ketsa, 50 odam ishlayotgan bo'lsa, mushuning qo'l ostida 50 odamningki kuni yaxshi bo'ladi, ota-onasininki kuni yaxshi bo'ladi, ota-onasini, xotin bolalarini yaxshi bir turmushda kechiralaydi degan gap. Ondan bir ko'klab to'pik ko'taralsa, soyisi bo'lsin tushidi-chi bizga. Unda razil bilanni so'qmaylik qarindoshlar. Qo'limizdan kelsa, qo'llayli, qo'limizdan kelmasa, birsimizni putlashmagan bo'lsak, uçqanlar uçsun. Yo'l supurayotganlarmi uçsun.
Hammamiz teng ko'klayli. Yaxshi adamning ishlari bir-bir yaxshi bo'lib ketsin. Mayli korxonchi bo'lsin, shirkat qurayotgan bo'lsin, ashlarning ishi yaxshi bo'lib qolsa, ashlar nurg'un odamga xizmat berdi, nurg'un odamning turmush kapolatga ega bo'ladi. Pap ishda kuchaydigan ish bo'lmay biz bunda erkakdak shirdek mangayli do'stlarimiz. Kang bo'layli, kam bo'lmaymiz. Maqsadimizni tushundinglar. Baktilni yutib qolamiz. Unda olsa bankrotu ko'rishdik.